Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. 19 dekabr günü Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbirining 2020 yillik xulosa yig'ini chaqirilib, mazkur munbirning bu yillik faoliyatlari ko'zdan kechirildi va oldimizdagi yilda ilib beriladigan hamkorlik xizmatlari haqida o'rinlashtirish ilib berildi. Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbirining koordinatori va Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Parat Yo'ronqash apandining riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi to'r yig'iniga 20 davlatda aktiv faoliyat ilib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari qatnashdi. Yig'inga yana Amerika Davlatlik Diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal apandi bilan Turkiyada yashab turayotgan elga tonilgan jamoat arbobimiz Abduqodir Yopjan apandi sharaf mehmoni sifatida taklif qilindi. Farhod Yo'ronqash apandi yig'inning boshlanishida qilgan so'zida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining borliqqa kelish jarayoni haqida izohat berib, mundaq dedi. Hamkorlik munbiri qurilganiga taxminan 1 yil bo'lib qoldi. Bu tasodifiy o'tirg'i chiqqan narsa emas. 2017-yil 11-oy Dunyo qurultiyi qurilgandan keyin bizning olgan qarorlarimizdan biri shu mayli qurultiy tarkibida bo'lsin, butun shu qaysi ellar aktiv faoliyat berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishni biz asosiy xizmat programmalarimizdan biri qilgan. Shu maqsadda 2018-yil 11-oy biz Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirdik. Mushayda o'tgan qandaşlarimiz mutlaq bir qismi shu Milliy Kengashiga keldi. Bu yerda hamkorlik munbiri shakllangan bo'ldi. O'rtaq bir bayonot e'lon qilgan bo'ldik. Bundan keyin bu Istanbulda va Anqarada chaqirilgan Sharq Turkiston qarindoshlik uchrashuvi va Milliy birlik shurosi mazgildimi qaysi ellardan kelgan tashkilotlarimiz hamkorlikni yanada kuchlantirish masalasi haqida konkretni ba'zi fikrlar bo'ldi. Biz o'rtaq ba'zi muzokaralar bo'ldi. Buningki dastlabki qadamki tashkilot asosi shakllangan bo'lgan. Onundan keyin bilasizlar, o'tgan yil 12-oyda bu koronavirusi, Wuhan virusi kriz o'tirg'i chiqdi. Bu yilning 5-dan boshlab bu ig'irlab boshildi va nurg'un davlatlar, Turkiya bo'lsin, ba'zi O'rta Sharq davlatlarida nurg'un qarindoshlarimiz shu koronavirus sababdan turmushyatni jiddiy ahvolda qolgan bir masala chiqdi. Buni millat sifatida bir yordam berishimiz kerakdi. Shunga biz bunun hamkorlikni rasmiy bir yo'sinda guruh holiga kelib fiilan kollektiv holda harakat etirish maqsadida 2-oyning oxiri bu Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirini qurib chiqqan dastlabkidan 40 tashkilotlar. Bilasizlar, undan keyin qurilgandan keyin Sharq Turkiston kriz yordam markazini qurdik. Undan keyin bu hamkorlik yana kuchayib bu Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirida nomida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Dunyo bankasi bo'lsin, Amerika Kongressi bo'lsin, maxsus bayonot murojaatlarni e'lon qildik. Undan keyin o'zaro hamkorligimizning doirasida ham oldi. Shu munbardagilar bilan xalqarodagi tashkilotlar o'rtasida birlikda harakat qilgan bir taraqqiyotga qarab mamduq va shu munbirimizga tashkilotlar bilan va xalqarodagi 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlar bilan birlashib o'tirib biz shu majbur emgakka qarshi bir xalqaro bir kampaniya boshladik. Bu kampaniyamiz hozirgacha davom qilyapti. Undan keyin biz shuni tashkilotlarimizning o'rtaq hamkorligi bilan London markaz qilgan xalqaro Uyg'ur sud mustaqil sud kollegiyasini qurib chiqdik. Buning yordam berish safarbarlik xizmatlari olib berilyapti. Undan keyin hozir yana Sharq Turkiston tashkilotlar hamkorlik munbirining o'rtaq tirishchiligida vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zimin ekanligini rasmiy xalqaro e'tirof qildirish va bu haqda ba'zi davlatlarning parlamentlarida maxsus qaror chiqarishni qo'lga keltirish uchun jiddiy harakat olib beryapmiz va bunga dastlab tayyorlik guruhlar qurildi. Bu munbirning qurilish jarayoni qisqa 1 yilga yetmagan vaqt bo'lsa-mu, ammo qilgan ishlarimiz ko'p. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandi bu qitimqi yig'inda qilgan ichilish so'zida har qaysi ellarda Xitoyga qarshi faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimizning va siyosiy faoliyatchilarimizning turlik ishki tashqi besim va tahdidlarga pisat qilmay, xalqimizning oliy manfaatini chiqish qilgan holda o'zaro bir oraga kelib, Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirini qurib chiqish orqali butun dunyoga milliy birligimizni namoyon qilganligini ifoda qilish bilan birga, muhojiratdagi xalqimizning va chet ellik do'stlarimizning taqdirlashiga erishgan mazkur munbirning qisqagina 1 yil ichida ilib bo'lgan hamkorlik xizmatlari haqida to'xtalib mundaq dedi. 2020-yili bo'libmi shu hamkorlik tashkilotlar hamkorlik munbiri tashkil qilingandan buyon
elip berilgan faaliyetlerini bunda birkaç noktalar boyunca bir hatırlap koydum. Qarab baksak zaten neticeler boptu. Qaratma dedi torbetlerde, Facebook'larda şahsi kahramanlıklar veya ki olmasa birlikten söz işbirlik karıştırdıgan yüzüne meşhur yakini köz arkalık buluvatkan hizmetlerini küçük düşürdüğün bu okşaydıgan nerse bu meyli. O hem insan yüzünün oylığını boyunca hareket kıldığın gibi ama şu ötken yıl 3. ay 4. ayda bunun ben kurulgan keyin bütün şu bugün şu sorun katlaşamagan septaşlarımızın zor fedakarlık bilen köp işler oldu. Mesela muhacirler meselesi doğruluk hakikaten zaten şunun maksat kılınıyor. Korakta virüsü çıkan deyinken bir yardım kriz merkezi kuraylı da kurulgan. Onun deyinken bu bir otomatik bir mındar şekilde bu faaliyetlerine hemkarlık bilen ketip barımız. Şu vaktimizde kısa vaktin içinde bütün müsteşkilatlarımızdan vatandaşlarımız yardım bilen 150 dolar bir maddi yardım toplanıp mutlak yok kısmı Türkiye'deki karındaşlarımız bulup takıldı. Kim Şükür Foundation bilen ayrı bir kampanya başlatıp 220 milyon dolar hatalaşmışsam etrafında toplam 300 milyon dolar yakın bir yardım kılıp bizim halkımızga muşu munbarın küçüğüyle yardım sunuldu. Ondan başka muşu munbarın bir kança gruplar kuruldu. Mesela Şarkı Türkistan'ın müstemlik toprak boğallığından ibaret bir reallıkını doklat alır kergiz için bir grup kurulgan. Bunu Alimcan İnayet Efendi'nin başkanlığında bir grup kurulup yaxşı bir doklat tayarlandı. Hem de bunun halkara hukuki kısmına ait kısımlarla hazır başka halkara adukatlar, hukukçularla ötken hatta yeni bir jükum oldu. Yüzümüzün mütehassisleri, halkara mütehassislerle bunun nemesi başlandı yani. Demek muşumuş grubunun küçüğüyle oldu. Kanun grubu da bir grup kuruldu. Bilisizler bu kanun grubu hakikaten Şarkı Türkistan davasımız 2020'lik mühim galibimizden birisi Xitayning xalqaro qonunlarga xilaf hareket qilganligini xalqaro qonun doirasida so'roqqa tortish majburiyatini qilish kerakdi. Bunun için bu olimpik sotga berish ishlari bo'lsin, olimpikni to'xtatish 2020-yilgi olimpik maqsadi shu gruplarga ait muhim rol o'ynadi. Andan keyin yana Uyg'ur soti qurildi Londonda Blavat'da hammamizning xabari bor. Bu sotning qurilishi uchun shu munbarning o'ynagan rolini ait zo'r bo'ldi. Bu sot qurilib 9. ayning 1. kun rasmiy qurilganligini jakaldi. Hamda 4. ayning oxirida tunji sot bo'lmoqchi. Uning tayyorlik ishlari manbalarni to'playdigan ishlarga bizim Norvegiya Uyg'ur komissiyasi mas'ul bo'lgan ularga ait jiddiy ishlab nurg'unlagan 15 ming batga yaqin material taqdim qilindi sotga. 15 ming bat buni xabarlar bo'lsa shu munbarning kuchi bumi. Ondan başka bir maliye komisyonu kurulgan Abdülcelil Ahmet'in riyasatçiliğinde ben tafsilatını belki meyliğice her kaç devletlerden kaçı yerden geldi bunu vakit olsa kıla olmasa ayrım keyinki bir günde bunun cevap verildi toplam. Muşu teşkilatlarının hem biz gibi xat evetken müracaat bulungan. Bütün teşkilatlarımız bütün küçüğünden bunun kolladı toplam 130 milyon dolar hazır kılınan toplam. Munber'in küçüğünden Uygur sot için toplanan pul 130 milyon dolarken. Belki onun cıgrakın buluşu mümkün çünkü bizi kelgenlerimiz şuken 130 milyon dolar pul toplandı. Bu mu olmuş Munber'in küçüğünden boğan neyse şunca bir yardım ayrı rahmet. Amerika Dövlətlik Dini Erkinlik Komitetining komissari advokat Nuri Turkel Apandi yig'inda qilgan so'zida muhojiratdagi qarindoshlarımızning Amerika prezidentlik saylimi haqidagi talash-tortishlarga xotima berishi lozimligini, Bopmu Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlarining va g'olliq siyosiy faoliyatchilarimizning Amerika saylimi haqida dalil isbotga tayanmagan so'z iboralardan va chekidan oshgan tarafbozlikdan xoli bo'lishi kerakligini. Chunki Uyg'ur masalasining Amerikada ham jumhuriyatchilarning ham demokratlarning o'rtaq qo'llashiga erishgan davlat siyosatiga aylanganligini ta'kidlash bilan birga, o'tgan bir yil ichida Amerikada Uyg'ur masalasida tarixda misli ko'rilmagan darajada bo'sish xarakterlik ilgirlash hosil qilinganligini bayon qilib mundoq dedi. Ben 20 yıl optum şu Uygur siyasetinden içinde yaşayotqını. Bu yılqidek bundaq neticelerini görmen dep özüm şahsen kütmegen. Mesela 2019 yılları şu Amerika'da onunla görüşüp, bunu degizip yürüyotgan mezgilde ko'ngildagidek bir neticenin çıkmaslıqıdan bir siyasi jihatdan bir xil komak kirib qolgandek esqi qabaqlarım bo'lgan. Bu yıl bu 6. ayning 17'si tunji
Uyg'urlarninki yangi zamon tarixida, G'arb dunyosi tarixida tunji qitim qonun imzolanib, amallashishga boshlagandan boshqa, hozir yana Amerika Kongressida 3 qonun loyihasi mavjud. Bunun ichida birisi bu qulluq emgakniki bekrak baza tepayotgan bir qonun. Endi bu Kongressda demokratlar bilan Cumhuriyetçiler arasida ishbirligi jihat olsun, ideya jihatdan, fikr jihatdan bir yerda tutib turish nihoyatda mumkin bo'lmagan bir shunday bir ziddiyatlik bir muhit mevcut. Lekin bu mevcut muhitda Uyg'ur masalasi ikki partiyani birlashtirgan bir ekegandan boshqa o'xshash nishonda qonun tuzdigan bir muhitni shakllantiradi. Shunga biz ba'zida chaqchaq qilib deymiz. Sizlar chiqishamayotgan bu Amerika Kongressini Uyg'urlar birlashtirib qo'ydi deb. Buningmi bir mantiq asosi va bir gap. Elga tonulgan jamoat erbabimiz ve milli kurashchimiz Abduqodir Yapcan apandimi yig'inda qilgan so'zida muhojiratda yashayotgan butun qarindoshlarımızning Sharq Turkiston mustaqillik davosini elib berishda faqatli chet el davlatlardan umid kutib o'ltirmay, o'zlariningmi bu sharaflik davo uchun yuksak darajada fidokorlik va tirishchanlik ko'rsatishi lozimligini, kommunist Xitoyning yovuzligini, vahshiyligini, g'ayri insoniy mohiyatini va dunyoga kengaymichilik qilishda qora niyatini dunyoga loyiqida anglatish uchun texmi unumli xizmat qilish lozimligini ta'kidlash bilan birga, Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining qurilishiga bo'lgan mamnuniyatini ifoda qilib, mundoq dedi. Bugün muşu sorunga kegci boğarlıklarda bu davanı bizge çok yetkizip kegen erkin alıp tekin. Başlık barlık şu qarindaşlarımızga, rahberlerimizge rahmet eytimin ve minnettarlığımı bildirmen. Şunun bilen birge bugün Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her qaysi joylarida Sharqi Turkiston davasini, yani Sharqi Turkiston siyosiy hareketini davomlashtirib kelgan aktiv rahbarlarimizga, qarindoshlarımızga Allah'ın rahmeti ve mağfirati bo'lsin deyman. Qarindoshlar, biz muj dava qilish jarayonida haqoratga va hujumga uchrab keldik hammaylar. Ama bir yerde tentirab qolmay, to'xtab qolmay, ikkilanib qolmay davomlashtiryapmiz. Bu dava nayet ulug'var, nayet ali dava bulup, bunun meyli insani noktadan, meyli İslami noktadan böyle süptüğünen, bunu en yakşı, en ilgar, en pak insanlar elip bardığallıkını çoğu düşünüp yetişimiz lazım. Bu ulug'var davanı, ulug'var şahsilerge, ulug'var kişilerge nisip oladı bu dava. Bu qitimqi yig'inda yana Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur xonim qizlar jamiyati tarafidan sunilgan va navbatda Avstraliya parlamentida muzokaraga qo'yilgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzimiga qarshi qonun loyihasining ma'qullanishini qo'lga keltirish uchun har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining moslashib harakat elib berishi haqidagi taklif, Turkiyadagi Nozgun fondi jamiyati tarafidan sunilgan va ona tilimizni qo'g'dab qilish uchun xalqaroliq o'rtaq bir markaz va mexanizm qurib chiqish haqidagi takliflar ayrim holda muzokaraga qo'yildi. Bu qitimqi yig'inda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istonda turishliq bosh maslahatchisi Qahramon G'o'janberdi, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili Ilhom Mahmud qatorliqlarni so'z elib, munbardagi Uyg'ur tashkilotlarining hamkorligida elib beriladigan ba'zi faoliyatlar haqidagi fikr takliflarini o'ttirg'a qo'yishdi. Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 19 dekabr kuni Indoneziya va Malayziyadagi ba'zi asosliq ommaviy tashkilotlarning yosh vakillari bilan maxsus Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida ayrim holda to'r muhokama yig'ini o'tkazdi. 250 million nüfusi bilan dunyodagi eng cho'ng musulmon davlati hisoblangan Indoneziyadagi Parima, Go-Hijra va Pamasta qatorliq cho'ng tashkilotlarning vakillari qatnashgan yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandim, Malayziyadagi ba'zi ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri va Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Zubayra Shamsiddin xonim Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati, dinsizlashtirish va majburiy tug'mas qilish siyosati, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi qatorliq mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berish bilan birga yig'in qatnashchilarining Uyg'urlarning ahvoli haqida so'rgan turli savollariga astoydil javob berdi. Umar Qanat va Zubayra Shamsiddin so'zlarida yana islomiyatning eng zo'r dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan vahshiy jinoiy qilmishlarini to'sish uchun Indoneziya va Malayziyadagi har qaysi diniy va ommaviy tashkilotlarning o'z davlatlarida hukumatlarga jiddiy turda haydakchilik qilishi lozimligini ta'kidlab o'tishdi.
Amerika Savdo Ministerligining 18 dekabr davlat bexatarligi sababli Xitoyning yana 60 dan ortiq xalqaro texnologiya shirkatlarini qora tizimligiga kirgizganligi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining olqishiga erishdi. Amerika Savdo Ministerligining bildirishicha qora tizimlikdagi bu shirkatlar kishilik huquq tafsandachiligiga ishtirok qilgan Janubiy dengizning harbiylashtirilishi, qonunsiz egillanishiga yordam bergan. Amerika mahsulotlarini Xitoy ozodlik armiyasining harbiy programmasini qo'llash uchun setib olgan, Amerikaning savdo maxfiyatligini o'g'irlagan shaxs va o'rinlar ekan. Amerika Savdo Ministerligi ilgari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashgan Dahua, Xaykan qatorli Xitoy texnologiya korxonalarini qora tizimligiga kirgizgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının öz içiga olgan 154 tashkilotdan tarkib topgan xalqaro faoliyatchilar guruhi 18 dekabr kuni Olmi shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook'a maktub yo'llab, mazkur tashkilotni o'zining kishilik huquq siyosatini qo'g'dashga va ijro qilishga chaqirdi. Xalqaro faoliyatchilar guruhi Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mong'ol, Hong Kong, Tayvan va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan tarkib topgan bo'lib, ularning birlashma imzoliq maktubida Olmi shirkatidan bu yil avgustda ma'qullangan yangi kishilik huquq siyosatini yo'lga qo'yish talab qilingan. Birlashma maktubda Olmi shirkatining Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining g'ulini qo'llash, Hong Kongdagi Olmi do'koni xizmatchilarining demokratiya harakatini oshkora qo'llashini cheklash va kishilik huquq siyosatidagi va'dalarni ijro qilmaslik qatorli qilmishlarda bo'lganligi ko'rsatildi. Yaqinqi bir xabarda Olmi shirkatining Amerika Davlat Majlisida tonishtirilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuniga qarshi harakat qilganligi oshkorlangan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.